organza sharfim novinka chiqdi. Sizlar mana toshlarni ko'ryapsizlarmi? Hammasi ruchnoya работа. Bitta guli xuddi shunaqa o'rtada turadi, bitta guli yon tomonda turadi. Orqadan boylaganingizdan keyin mana shu ikkita chastidan shundoq ushlab pastga bitta zastежка taqib qo'yasiz. Shu yerda zo'r tutorial ko'rsataman. Buni orqaga o'tkazasizlar. Mana bu yerdan ishib turgan joyini bitta buklab, mana shu yerga bulavka. Farqini ko'ryapsizlar, bu yog'ini ham. Bo'ldi. Orqadan ham xuddi shunaqa chiroyli suluv qiz bo'lib turadi. Bu organza sharflarimizdagi dastavka xizmatlarimizda ishlayapti. Qilgan resetkalarni qo'limda ko'rsatib beraman. Kerak bo'ladimi yo'qmi bizga?